O'zbekistonda qurigan Orol dengizi yaqinidagi la'nati yer, bolalarga hech qachon bormaslik haqida ogohlantirilgan joy haqida pichirlab gapirishadi va agar bu boshqa voqea deb o'ylasangiz, o'zingizga shunday savol bering: nega oqsoqollar tubi yo'q quduq haqida gapirishdan ham bosh tortishadi? Hikoya tort dost, Amina, Rustam, Dilshod va kichkina Farida o'z qishlogidan juda uzoqqa sarson bo'lib, yorilib ketgan chol zamini bo'ylab arvoh pardadek chang ko'targan quruq shamol ortidan quvib ketishganida boshlanadi va aynan o'sha yerda, siljiydigan qum devori orqasida yashirinib, ular o'rtasi keng doirada, eng sovuq va eng qora doira ichida qadimiy toshni topdilar. Chol issiqligiga tegishli. Avvaliga ular kulishdi, bir-birlarini mazax qilishdi, ichkariga tosh otishdi, toshning tagiga taqillatishini kutishdi, lekin hech qanday tovush chiqmadi, faqat ularning ovoziga o'xshamas, balki juda pastdan yigilayotgan bolalarga o'xshab ketadigan galati aksado eshitildi va Farida juda yaqin egilganida, qorong'ulikdan o'z ismini shivirlayotganini eshitib qasam ichdi. Qo'rquv ularni qamrab oldi, lekin qo'rquvdan ham kuchliroq qiziqish ularni yaqin tutdi. Rustam bir oz pastga tushib, tekshiraman, deb beliga arqon bo'glashga jur'at etdi. Lekin pastga tushishi bilan arqon muzlagan suvga botgandek muzdek sovib ketdi va baqirganda ovozi ikki baravar, bir ovozdan baland, bir ovozdan yuqori bo'ldi. Amina uni orqaga tortaman deb qichqirdi va ular qilganlarida uning ko'zlari katta-katta, terisi oqarib ketdi. Quduq ichida kozgularni, havoda suzib yurgan kozgularni ko'rganini va har bir oynada o'zini yuzsiz ko'rganini aytdi. O'sha kechada galati narsalar boshlandi. Amina tushida quduq suvga to'lganini ko'rdi va u suvda yuzlab bolalarning yuzlari bombosh chokib ketayotganini ko'rdi. Qo'llarini unga cho'zgan, ovoz chiqmasa ham ogizlari ochilgan. Dilshod yarim tunda baqirib uyg'onib, bir qavatli, loydan qurilgan, daraxtsiz uyda yashashiga qaramay, derazasini kimdir tirnab qo'yganini aytib, ertalab ichkariga chol changini tokib yuborgandek yerdan qum topib oldi. Bolalar qaytishga qaror qilishdi, chunki qo'rquvning ozi yetarli emas edi. Ularga javob kerak edi. Lekin bu safar ular yurishlari bilan chol o'zgarganday bo'ldi. Qum tepalar siljiydi, shamol urdi, yo'l cheksizdek tuyuldi. Lekin quduq birdan ularning oldida paydo bo'ldi, go'yo kutayotgandek. Farida quduq ichida o'ziga qarab qo'l siltab turgan bolani, xuddi yillar avval vafot etgan amakivachchasiga o'xshagan bolakayni ko'rganini va ular uni to'xtatib ulgurmaguncha juda uzoqqa egilib, sirpanib ketganini, yiqilishdan emas, jimlikdan uzilib qolganini aytib yiglab yubordi. Amina va Rustam oylab o'tirmay, arqonni ushlab pastga tushishdi va o'zlarini tirikdek his qilgan zulmatga tushib, quyosh nurini ortlariga yutishdi. Qanchalik chuqurroq borgan sari havo shunchalik sovuqroq bo'ldiki, nafasi tumanga aylanguncha, quduq devorlari shishadek yaltirab, harakatlanuvchi akslar, qishlogi, ota-onalari, o'z yuzlari qiyshayib, erib ketdi. Keyin toshda galati o'zbek naqshlari bilan oyilgan eshik paydo bo'ldi. Suv ostidagi olovdek xira porladi. Ular ichkaridan o'tib, o'zlarini bepoyon osti palatasiga, qonqizil osmon bilan yoritilgan kozgu dunyosi choliga duch kelishdi. U yerda yuzsiz bolalar jimgina kezib, oyoqlarini sudrab, go'yo nimadir izlayotgandek edilar. Ular orasida Farida qimirlatib turar, ko'zlari yosh, og'zi qimirlasada, ovozi chiqmas, orqasida shoxlari yarim oyga o'xshagan baland soya ko'rinar, tanasi tutundek siljiydi, lablari qimirlamay ularning miyasiga kirib, har bir bola quduqniki, o'z aksini ko'rsa, qaytib kelolmaydi, degan ovozi bor edi. Rustam Faridani tortmoqchi bo'ldi, lekin yer suvga aylanib, qop-qora va cheksiz, oyoqlarini yutib yubordi. To'lqinlanib turgan yuzida Amina o'zining aksini emas, yiglayotganini, ismini aytib yiglayotganini, ketishini iltimos qilayotganini ko'rdi. Lekin o'girilib qarasa, hech kim yo'q edi. Ular quduqdagi nometal shisha emas, balki tuzoqqa tushib qolgan ruhlar ekanini, har bir aksi bir paytlar la'nati suvga qaragan bolani, uni qo'rqlayotgan jinlar esa ularning qo'rquvidan toyib, ko'z yoshlari bilan kuchayib borayotganini angladilar. Dilshod qaltirab, bobosidan eslagan misralarni, muqaddas so'zlarni qichqirar, soyalar chinqirib, shiddat bilan burishar, yuzsiz bolalarning quloqlari yo'q bo'lsa-da, bir lahza yorilib, tepada yorug'lik ko'rsatardi. Ular endi toshdek og'irlashgan, terisi oqarib ketgan Faridani sudrab yugurishdi. Jinning ovozi: "Ketsang, usiz ket, chunki u meniki." Ammo Amina rozi bo'lmadi. Amakivachchasini mahkam quchoqlab, ko'z yoshlari orasidan pichirlab duolar oqirdi. Shunda birdan ularning hayotiy ipi bo'lgan arqon go'yo ko'rinmas qo'llar tortgandek yuqoriga ko'tarilib, ularni quduqdan sudrab olib, Orol cholining yonayotgan quyosh nuriga qayta uloqtirdi. Ular qum yo'talib nafas olishdi, lekin Farida xuddi tirikdek, lekin tanasi ichida emasdek, ko'zlari ochiq, shishadek jim yotardi.
O'sha oqshom qishloq oqsoqollari yigilib, yuzlari gamgin bo'lib, quduq xotiradan ham qadimiy, olamlar o'rtasidagi darvoza ekanligini, bolalarga umuman qaytish nasib etganini aytishdi. Ammo Amina uxlay olmasdi, chunki har safar Faridaga qaraganida uning ko'zlari harakatdan miltillayotganini ko'rardi. Amakivachchasining ruhi emas, sahro ostidan haligacha kuzatib turgan, uning qaytishini kutayotgan nimadir aksini ko'rardi. Va eng dahshatli qismi, Amina har gal ko'zini yumganida quduqni yana bir bor yaqinroq ko'rardi. Go'yo u sahroda emas, o'z orzulari ichida bo'lgandek, uni orqasiga tortib, birin-ketin pichirlardi.